Aka. Buni baliq bo'ldi. Almakonga tushdi pastga tushdi. Ha, bitta ikkita hech narsa qilmaydi. Sal yerga sal qo'yinglar, bunday yoyilib baliq ham ko'rinadi. Ha, yerga qo'yaveringlar, yerga yotqizinglar yana. Yorvoradi-da, sal tashlang yana. Oching aka, sekin oching, baliq qiynalyapti. Tayyormi? Ha. Ketib qarang. Oching. Wow, ana baliq. Mana xudo xolasa, chotki bo'ladi. Aka chiqing, tushirib yuboring endi, tushirib yuboring. Ko'p qolib ketdi. Hammasi sazan, ha? Kilonga yirtilyapti. Bola, kilonga yirtilyapti. Yerga qo'yinglar. Yerga qo'ying, kilonga yirtilyapti. Qo'ying, ana ketyapti baliq. Yarim soat 15 minut baliq o'lmaydi. O'lmaydi. Men kilongaga tashlayverish kerak. Mana baliqchalar ham. Pastda, Islomjon. Aka qarang, Umidjon qarang oyoq tagidagi. Hali ko'p ekan ichkarida. Baliqlar ham hayron. Qaytga kelib qoldi ekan deb. Mana baliqlar bor. Vay, mana qo'yaveryapti bolalar. Bosh. Yerda turibdi. Kam bo'lmanglar, umrlardan baraka topinglar. Mana shunchalik ehson qilyapsizlar. Xudo sizlarga bersin. Kam bo'lmanglar. Ehson qilganlar qancha? Kam bo'lmanglar. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Siz bu yoqda aka bitta gapirib olasizmi? Xudo xolasa mana bu yoqda nima deydi, inspektor ekansiz. Qarab oring aka kameraga. Inspektor ekansiz. Bitta yaxshiroq bir gap ayting endi, shuncha harakat bo'lib, Xudo xolasa bu elektriklarga insof bersin. Baliqlarni ko'paysin, mana urib qo'yadigan paytda qo'yib yuboryapsiz, Xudo xolasa. E'tiborlar sal kuchliroq bo'lib, Xudo xolasa aka. Xudo xolasa, nag'ni olib ko'payishiga nasib bo'lsin. Elektrikchilarga Tomiriga suv quyamiz. tomiriga suv quyamiz. Yordamchi kerak bo'lsa aka borga, mana shu gruppamizda 2000 ta odam bor-da. O'shalardan borga bironta bir huquq olib beringlar, ushlab oyog'ini sindirib yo belini sindirib, o'zimiz mashinaga ortib beramiz. Qo'ldan keladi, lotka bor. Sal bunday ish mana shu baliqchilarga ham sal sizlar masalan har kuni yurganlaringda uxlaganimiz ham turganimiz ham kanal bo'yida bitta baliqchi bor deyman-da. O'sha sal huquq bo'lsa ekan, keyin baliqchi borku, tosh otadimi, g'ish otadimi, bir bola qilib borib, mazasini qochiradi. Ba'zi elektriklar orqasidan borib baliq ushlamayapmiz, to'g'risi. O'shanga bitta bo'la berilsa-ki, o'zimiz bilamiz-da. Hech bo'lmasa borib bizga borsa ruxsat berilsa, sizlar tomonnanmi yo boshqa tomondan. Endi samosudga ruxsat yo'q-ku, endi bir kalla-pallasini yorib qo'yasizlar deb qo'ymaydi. Voy, oyog'i tagida sazancha Umidjon qarang. Kim bosgan uni? Bunaqasi ham bo'ladi bitta ikkita. Shuncha baliqdan bitta baliq o'ldi xolos. Qara. Yigitlar, umrlaring barakasini bersin. Yordam berganlar, gap yo'q, rahmat. Kilonkada sirpanib. Mana sizdan men ushlayman bor-a. To'xtanglar. Chetam siyasimi? Suv qo'yaman deyapti. Orada qolib ketdi. Ha, u ol bo'lmasin, o'shalar. Ash bittani bering Rustam menga. Hech karda hali ko'p ekan. Bitta suv bilan olib qo'yib yuborish kerak. Hallaka. Mana sazanchalar bor, kichkinasi ham bor, kattasi ham bor. Alisher shoshma, suv qo'yadi. Ichida bor ya. O'sha jarayon. Ana. Mana shuni o'zimiz ushlaymiz, hallaka xudo xolasa. Qarab olinglar.